Assalomu alaykum obunachilar, bizni kuzatib turgan akalar. Xudo xolasa mana keyingi zakaz eshirionlarimizga ham o'rnatib bo'ldik. 2025-yil 21-dekabr hafta kuniga yakshanba hammalarning dam olish kuninglar maroqli bo'lsin. Bu eshirionlarimiz Andijon viloyati Sharxon tumani Eshon qishlog'iga o'rnatdik mana. Holatlarini mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa eshigimiz lola fasoni tayyorlab berdik. Kanalimizda yangi mehmon bo'lib kuzatib turgan obunachilar bo'lsa, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab eshigim degan akalarga Telegram, WhatsApp orqali podpiska qilib qo'ysalaring, xudo xolasa kunga shunaqa yog'och eshigim bo'ladimi, NDF eshigim bo'ladimi? Qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Layklarni bosib, oshna-g'ayniga WhatsApp, Telegram orqali podpiska qilib qo'yasizlar. Bu holatlarni yana bemalol ko'rishingiz mumkin. Eshiklarimiz mana ochilib yopilishlari doimiydek mana rezinkalarini qo'yganmiz. Tepasiga o'rtalarida rezinkalari bor, xudo xolasa. Oynalarimiz mana o'zini ixtiyoriga binoan oq oynak, oddiy oq oynak qo'yib berdi eshiklarimizga. Ukamiz ham bizni YouTube'da ko'rib zakaz qildi. Mana qo'ldan kelgancha sifatli qilib berdik. Eshiklarimiz yoqdimi? Eshiklarga gap yo'q. Xudo xolasa yaxshimi? Ko'ngildagidek bo'ldimi? Bemalol tavsiya qilaverasiz. Musofirda yurgan akalarimizga ham. Ishonchli ekanmi? Mana dastavkalarini qilib dastavka ustanovkalari xudo xolasa ichida. Mana shu fasonni xohladi, shu fasonni qilib berdik mana. Biri katta, biri kichkina bo'ladi. Bu fasonimiz tushmaydi keyin. Romlarimiz ham kattaroq bo'lgan, razmeri 2.10 ga, 75, 70 metr razmerni qilgan. Shuni hisobiga to'lib beradi. 2 och cheka ochiladi. Hurmatli obunachilar, bizning manzil Andijon viloyati Buloqbosh tumani, Usta Iqboljon. Telefon nomerlarimiz 90lik 549 7401. Telegram, WhatsApp orqali ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana ochilib yopilishlari romlarimiz ham. Kimda-kim shunaqa sifatli eshikjon degan akalar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Andijon, Farg'ona, Namangan vodiy bo'ylab dastavka ustanovka ichida va tomonlarga dastavkamiz kelishilgan holatda. Lekin ustanovkamiz yo'q.